Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Eslaringizda bo'lsa, bundan oldingi videomda men Rossiyaga institutlarga o'qishga kirmaylar degandim. Sababini keyingi videoda aytaman degandim. Mana bugun men diplom zashitadan chiqdim. Xudoga shukr, yaxshi o'tdi hammasi. Diplomlarni himoya qilib oldik. Turk baholarga xudo xolasa diplomimizga qo'limizga olamiz. Nima uchun Rossiyadagi institut, universitetlarga o'qishga kirmaylar deganini hozir bir boshdan tushuntirib o'taman. Biz bundan 5 yil oldin o'qishga kirganimizda, bizning gruppamizda umumiy hisobda 15 tacha odam bor edi. O'zbekiston, imonni O'zbekistondan 2 kishimi Tojikistonlik bor edi. Tak, hozir hisoblab aytamiz. Через firma taxminan firmaga 150 mingdan 200 minggacha pul berasiz. Buning ichiga kiradi, siz dokumentlaringizni period qilib taxlaydi, siz uchun ekzamenlardan o'tadi. Xullas, siz uchun hamma ishni qilib, sizni o'qishga kirgizib qo'yadi kontraktga. 150 mingdan 200 ming atrofida pul berasiz firmaga. Keyin o'qishga kirdi deb sizga prikaz chiqqandan keyin siz srazu bir haftadan keyin kontrakt to'lashingiz kerak. 6 oylik birinchi o'qishda kontraktni to'laysiz. Bu где-то 35 mingdan 40 ming atrofida bo'ladi agar oddiyroq o'qishga kirsangiz. Уже hisoblab boravering, men aytayotgan pullarni. O'rtacha 150 ming deylik firmaga berdingiz. Где-то yana 50 ming kontrakt to'ladingiz. Keyin o'qishingiz boshlandi. Bu firmalar aytayotganday zavodchniga o'qishga kirsangiz, masalan, ochniga kirsangiz, albatta qatnashishingiz kerak bo'ladi. Biz ham ishlab ham o'qishimiz uchun zavodchniga kirishimiz kerak. Zavodchniga kirganingizdan keyin nima o'z qilishingiz kerak. Hamma vazifalarni o'z qilasiz yoki zakaz qilasiz. Zakaz qilish bir semestrdagi birinchi kursga oddiyroq bo'ladi, 10 ming atrofida aylanadi. Hisoblab boravering. 150 ming firmaga berdingiz, 50 ming где-то kontrakt to'ladingiz, 50 ming atrofida yana bir 10 ming sotib oldingiz, kelib yopdingiz. Xo'p, yopolsangiz yaxshi. Agar yopolmay qarz qolsa, keyingi semestrga o'tadi. Keyingi semestrga yana shunday, yana 10 mingdan 15 minggacha kontrolniy rabotalarni zakaz qilasiz, kursavoylar boshlanadi, ularni berasiz, topshirasiz. Plus minus 1 yilga sizga birinchi kursga kirib, birinchi kurs tugatishingizga 250 ming rubl pul ketadi. 250 ming rubl plus hozirgi pulda, hozirgi kursda 4 mingdan sal ziyodroq pul. Ikkinchi kursga agar o'tib, birinchi kurs yopib, yaxshi o'tsangiz, yana kontrakt to'laysiz. Ikkinchi semestr kontraktini aytman, uni to'laysiz. Keyin ikkinchi kursda semestr, 3-semestr kontraktini to'laysiz. Yana ishlarni sotib olasiz. Agar ruschani yaxshi bilib, o'sha faningizni yaxshi bilsangiz, yopib ketaverasiz, qarz qolib. Agar qarzingiz qolib, bizda ko'p bo'ldi shunday, qarz qolib ketadi. Keyingi kursga borishingiz kerak. Siz bu yerda o'qishni davom ettirmay, o'tgangi qarzni yopasiz. Yana hisoblavering, ketadi. 3-chi kursga ham yetib keldingiz deylik. 3-chi kursdan boshlab spets boshlanadi. U mana bu matematika, ximiya, algebra hamma oddiy fanlar chiqib ketadi-da, sizda основной spetsiz boshlanadi. Siz qaysi yo'nalishga o'qish kirgan bo'lsangiz. Ana shu yerda hamma muammo boshlanadi. Bizdan 3-chi kursga menimcha где-то shu 5 kishilar keldik-da. Birinchi kursda hisoblang 15 kishilar edik. Ular уже ketdi. Ular отчисление bo'lib ketdi avtomatik. Endi qarang, ularning ota-onasi masalan kimyodir katta gapirib qo'ygan, balam Rossiyaga o'qishga kirgan, balam o'qityapman degan, shuncha pul xarajat qilgan, 2 yillar yurdi, o'qishga deb chopib yugurib yurdi-da, oxiri tashab ketdi mana. Где-то 400 ming atrofiga pulga kuydi. 2 yilga 350 ming, 400 ming pulga kuydi deng. 350 ming, 400 ming plus 5 ming dollar atrofida pul bo'ladi. Bo'ldi, 5 mingga siz uxladingiz. Sababi siz qaysi yo'nalishga boryapsiz o'zingiz bilmaysiz. Siz prosta firmalarning gapiga ishonib kirib qo'ydingiz. Na samom деле fanni bilmaysiz, tilni bilmaysiz. Oddiy misol, Wordga buni qilib, Excelga buni qilib aytsa, biz o'tiramiz, qila olmay, men o'zimizda ham bo'lgan, bunaqa ko'p qiynalganmiz. Spetslaringiz boshlangandan keyin уже qiyin bo'lib ketaveradi. O'qib ketsangiz yaxshi, o'qolmasangiz aytganimdek shunaqa qilib kuyasiz. Mana hozir men bilan Xorazmlik ukamiz, kursdoshimiz, o'sha 15 ta kursdosh ichidan 3 kishi yetib kelgan bo'lsak, shu
shu uchinchimiz. Mana hozir meni videoga olib turibdilar. Hozir o'zlari bilan suhbat qilamiz. Ana Bobur. Mana. Assalomu alaykum. Bir qator o'zingizni tanishtirib o'tasiz. Men Xorazmdan, ismim Boburbek. Bobur men aytgan gaplarga qanchalik qo'shilasiz? Ha, Shavkat aka, 100% qo'shilaman aytgan gaplaringizga. Yo, agar noto'g'ri joylari bo'lsa, siz o'zingizni fikringizni bildiring. Men ham o'zimning fikrimni bildiryapman-da hozir. Bu yerda ochiq suhbatda gap ketyapti. Yo'q, bu yerda konkretni hozir o'zimizni millatni o'ylagan holatda gapiryapsiz. Bu 100%lik o'zimizda praktikada bo'lgan vaziyat aytilgan bu yerda. Hech qanaqasiga alloh qoldi, unaqa narsa yo'q. Rost akasini hammasini hozir hisoblab berdi Shavkat ogam. И plus undan tashqari nima desam, o'zingizni sog'lig'ingiz taraflama ham yomon qisqa bir qanaqa xorazmcha shevada ketib qolyapti. Siz bemalol xorazmlik nimalar ham bor, podpischi muxlislarimiz ham bor, gapiravering. Qisqiga kalla bir boshqacha bo'lib keladi. Bildim bir ya'ni nagruska bo'ladi, nagruska o'qishdan nagruska tushadi. Plus уже boya aytib o'tganidek ota-onalar uyda boshqada qo'ni qo'shnilarga o'g'lim falon joyda o'qiydi deb ana qilib qo'ygan bo'ladi, bir katta gapirib qo'ygan yo boshqa. Uni mas'uliyati bo'yningizga tushadi. Buning uchun agar bu yerda hozir aytib o'tganidek ruschani bilolmay qoladigan bo'lsangiz, siz majbursiz, u sizni chestingizga tegadigan gap aytami, boshqa aytadimi, boshqa sizga anaqa bo'lib ketadi. Agar siz ota-onangizni gapirib qo'ygan gapini mas'uliyatini bo'yningizga olgan bo'lsangiz, yo'q ota-onamni aytgan gaplari menga vaqti farqi yo'q, men chestdan birinchi o'rinda turadi desangiz, no bilmadim kim qanaqa fikrlaydi bu yerda hozir. Men o'zim rus tilidan ozgina anaqaroq bo'lib qoldim. Xudoga shukr, birinchi, ikkinchi kurs, shu 5-kursimizga esa normalniy anaqaga chiqdik. Endi joy unaqa zo'r bo'lmasa ham, yaxshi Xudoga shukr bugun o'zlar ishlab qoldik, eson-omon. Boya aytib o'tganidek, birinchi semestr, ikkinchi semestrdan qiyin bo'lmaydi. 3-semestrdan o'sha ikkinchi kursni ilk semestri, 3-semestrdan, общий 3-semestrdan o'sha boshlanadi. O'sha dolgani yopish kerak. Men o'zimda ham shunaqa bo'ldi. Institutga kirgan paytim topshirganman. Shunday qo'limga tushgan anaqa materiallardan topshirgan fanlarimni topshirganman hammasini. Qolgani o'sha 3-kursda ketdim endi. Men ochiqchasiga aytaman, 3-kursdan 2-kursda 3-semestrdan tortib, hozirgi 10-semestrgacha men dolg yopib kelganman. Endi kim qanaqa fikrlaydi, bilmadim, lekin Shavkat og'ani gaplariga 100% qo'shilaman. Bobur, men aldanib qolmanglar. Aldanib qolmasinlar. Keyin hozir yana bitta savol beraman. Meni fikrim, kirmanglar deb yomonlik niyatida emas. Kirmanglar deb, agar kiringlar, o'qinglar, agar kirayotgan fanlaringizda nima yo'nalishga kirmoqchisizlar, kamida bir 40%, 50% bilinglar. Sizlar nima yo'nalishga kiryapsizlar, maqsadlaringiz nima, uni bilinglar. Fanni bilinglar. Ikkinchisi, rus tilini хотя бы 30-40% bilish kerak. 30-40% bilish kerak-da, gaplasha bilish kerak. Masalan, kursovoy ishlar yozilgan nima haqidaligini bilish kerak. Keyin Bobur bitta ko'p narsaga shu guvohi bo'ldim. Hozir shunaqa firmalar ochilgan. O'qishga kirgizamiz degan. Studentskiy bilet bilan deydi, hech qanaqa dokument qilmaysiz, yuraverasiz degan gaplar yuribdi-da. Bu yolg'onda hammasi. Mana biz necha yil o'qidik. Biror marta biz bez dokument qolib nima qilganimiz yo'q-da. Bizani bu studentskiy biletimiz buni olib qarasa hech narsaga yaramaydi. Na ishga kirishga, na registratsiya qilishga-da. Biz patent qildik, patent to'ladik. Meni ayolim ham o'qiydi hozir shu yerda institutda. Ham shunday, patent qiladi, patent to'laydi. Studentskiy bilet prosta uyga yotibdi. Mana shunaqa firmalarga aldanib, o'shalarga ishonib, men bo'ldi patent to'lamay ekanman, shu o'qishga kirsam bo'ldi ekan deb xarajatga tushmoqchi bo'lganlarga nima deysiz? Praktikamizdan mana isbotlangan narsalarni bir aytib o'ting. Men tayyor o'zim, men misolman, o'zimdan kelib chiqqanini aytaman. Men o'zim ham shunaqa aniq qilinganman. Что studentskiy bilan bemalol patent aniq qilmasdan, хотя бы 8 soatdan ishlayman deb o'qishga topshirganman. Nima hech qanaqa firmalar orqali yo boshqa anaqa bo'lmagan. Men o'zim kelib dokument topshirganman, imtihon qilganman, imtihonni o'tganman. Keyin bilganman, получение studentskiyni olganimdan keyin bu что faqat qattiq varaq, ishtimaga yaramaydi. Bu patent, mentlarga olib borib ko'rsatsangiz, 2 barobar sizdan dokumentni qattiqroq so'raydi. Ishlab turgan paytingizda agar shu narsani ko'rsatsangiz, sen qanday bu zaochning bilan ishlayapsan, unaqa bunaqa battar daybat saqlaydi. Shuning uchun uni hech qanaqa nimasi yo'q, yordami boshqasi tegmaydi. Prosta tak agar Shavkat aka aytib o'tdi,
o'qish niyatida bo'lsanglar, albatta, hammamiz ham o'qiymiz, oliy ma'lumotli bo'lgisi keladi, har bir insonning orzu havasi bor, boshqasi bor. Agar o'qish niyatida bo'lsanglar, хотя бы 30-40% boshlanishiga rus tilini bilish kerak. Topshirgan payti sotib oladi deb aytdi Shavkat og'a, sotib olgandan materialni sotib olgandan keyin ham uni topshirish kerak. Zashita qilish kerak. Gapirib berish kerak. Bittasi, ikkitasi bo'ladi baribir. Orasida shundaylar qabul qilib olib qo'yadigan xat yoki ko'rmasdan yoki boshqa qilmasdan sразу zachotga baho qo'yib beradigani bo'lishi mumkin, lekin atak ichida anaqa so'rab oladiganlar ham bor. Mana bu nima, bu formula qayerdan keldi deydi. Unaqalari ham bor. Uni aytib berish kerak. O'shanga tayyor bo'lib kelish kerak har tarafdan. Xullas, biz Sankt-Peterburgda Texnologический institut degan institutni zavodchniysida 5-kursni tugatdik. Xudo xohlasa mana diplomlarni zashita qilib chiqdik. Mana institutimiz hozir yana aytdim qanaqadir zdaniya kirib olib institut deb olib turibsan deb aytmasliklaringiz uchun koridorda yurib hozir chiqib ketganimizgacha o'chirmay video olamiz. Shu institutimizda koridori. Mana bu yerda Rossiyaning gerblari ham bor. Пропуск. До свидания. Mana ko'rdinglar, o'chirgandik videoni. Chiqyapmiz institutdan. Yozuv qaysi tomonda edi? Bu tomondan mana. Технологический institut. Xullas shunaqa Rossiyaga o'qishga kirishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rib, o'qib keta olamanmi, bajarib keta olamanmi deb o'zlaringizga savol berib, keyin to'g'ri qadamni qabul qilinglar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.